Biz yodlamaymiz, biz tushunamiz. Assalomu alaykum. Bugun biz klassik muammolardan biri berilgan satr palindrommi yoki yo'qligini aniqlash yo'llarini ko'rib chiqamiz. Agar bilmasangiz, palindrom bu oldinga ham, orqaga ham bir xil o'qiladigan so'z. Jadvalda ayrim misollarni ko'rishingiz mumkin. Palindrom ikki xil bo'ladi: juft yoki toq uzunlik. Juft uzunlikda so'zning o'rtasida ikkita bir xil belgi bo'ladi. Toq uzunlikda esa bitta. Xo'p, nega palindrom bizga kerak? Aslida palindromlar faqat so'z o'yinlarida emas, matematika, kimyo, bioinformatika va lingvistika kabi ko'plab sohalarda ham uchraydi. Masalan, bioinformatikadagi ilg'or texnologiyalardan biri CRISPR. Bu nom Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats iborasining qisqartmasi. Bu yerdagi palindromik so'zi DNK ketma-ketligining ikki qarama-qarshi zanjirda ham bir xil o'qilishini anglatadi. Demak, palindromlar zamonaviy biologiyada ham muhim rol o'ynaydi. Endi palindromni aniqlashning bir nechta usulini ko'rib chiqamiz. Eng oddiy yechimlardan biri original satrdagi barcha belgilarni teskari tartibda o'z ichiga olgan ikkinchi satr yaratish. Agar teskari satr original bilan bir xil bo'lsa, bu satr palindrom hisoblanadi. Lekin agar mos kelmasa, masalan, Botir so'zda bo'lgani kabi, demak bu palindrom emas. Algoritm qanday ishlashini ko'rib chiqdik. Endi kodini yozamiz. Funksiya yaratamiz va u satrni argument sifatida qabul qiladi. Bu yerda n satrning uzunligi, teskari esa satrning teskari ko'rinishini saqlaydi. Sikl satrning oxiridan boshlab boshiga yuradi. Har bir qadamda joriy belgini teskari satriga qo'shib boramiz. Sikl yakunlangach, hosil bo'lgan teskari satrni original satr bilan solishtiramiz. Agar ular bir xil bo'lsa, ha, aks holda yo'q javobini qaytaramiz. Endi funksiyani bir necha misolda sinab ko'ramiz. Birinchi test uchun yo'q, ikkinchi test uchun ha natijasi chiqishi kerak. Ko'rib turganingizdek, dastur aynan kutilgan natijalarni qaytardi. Xo'p, muammoni hal qildik. Endi bundan ham yaxshiroq yechim bormi? Oldingi yechimda biz satrning yana bir nusxasini yaratgan edik. Uzun satrlar uchun bu juda katta xotira sarfiga olib keladi. Buni yanada samaraliroq qilish uchun biz ikki ko'rsatkich algoritmiga yuzlanamiz. Agar bizda boshlang'ich qiymati 0 va oxirgi indeksga teng bo'lgan ikkita ko'rsatkich bo'lsa-chi? Biri chapdan o'ngga, ikkinchisi o'ngdan chapga yuradi. Ularning har biri ko'rsatib turgan belgilarning bir xilligini tekshiramiz. Mos kelsa, ko'rsatkichlarni bir-biriga yaqinlashtirib, tekshirishda davom etamiz. Keling endi juft uzunlikdagi palindromni ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, bu safar ko'rsatkichlar o'rtada uchrashmay, bir-biridan o'tib ketdi. Chap indeks o'ngdan katta bo'lib qoldi. Aslida davom ettirish ham mumkin, lekin shu yerda to'xtatish yaxshiroq optimizatsiya bo'ladi. Chunki qolgan belgilar allaqachon solishtirilgan. Lekin agar belgilar mos kelmasa, masalan bu yerdagi kabi, darhol to'xtaymiz. Chunki bu so'z palindrom emasligi allaqachon aniq bo'ldi. Endi buni kodini yozamiz. Yuqoridagiga o'xshash funksiya yaratamiz. Bu yerda n satrning uzunligini, left satr boshidagi ko'rsatkichini, right esa satr oxiridagi ko'rsatkichni bildiradi. Toki left rightdan kichik yoki teng bo'lsa, sikl ishlayveradi. Har bir qadamda left va right ko'rsatayotgan belgilarni solishtiramiz. Agar ular bir xil bo'lmasa, satr palindrom emasligini bilamiz va darhol yo'q javobini qaytaramiz. Agar belgilar teng bo'lsa, leftni bitta o'ngga, rightni esa bitta chapga surib, ko'rsatkichlarni bir-biriga yaqinlashtiramiz.
Agar sikl tugab ko'rsatkichlar kesishsa, demak bu satr palindrom ekanini bildiradi va biz ha javobini qaytaramiz. Ko'rib turganingizdek, dastur kutilgan javobni qaytardi. E'tiboringiz uchun rahmat.